100% istamaylar ukalar. Tushunadingmi? Hamma yo'qdan bir 100% bo'lmaydi. Chunki siz bilan biz o'zimiz 100% emasmiz. O'zimizning xulqimiz qanaqa bo'lsa, shunga yarashasi keladi. O'zimiz taqvoda qanchalik mustahkam bo'lsak, o'zimizga yarashasi keladi. Payg'ambarimiz aytganlar, bir erkakni Alloh rahmat qilsin. U qaysi erkak? Kechqurun uyg'onadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, ayolini ham sherik bo'lishlikka chaqirib, turmasa betiga suv chachadi. Va bir ayolni Alloh rahmat qilsin, kechasi turadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, erini uyg'otadi, uyg'onmasa yuziga suv chachadi. Yani bir-biriga loyiq bo'ladi-da bo'ladi. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilayotganda esimizdan chiqmas. Ehtimol dazmol qilishni bilmas. Lekin boshqa sifatlari qarangda, aybidan ko'ra fazilati ko'p. Avf qilib yashamasak turmush qila olmaymiz ukalar. Hozirgi kunda ana shu qizlardan, kelinlardan oshcha ko'p narsa talab